Kim ijod qildi deyman-da, mush to'y qilishni. O'zimning ishini qilib bo'lmayotgancha kep bikodan qiyin opamning uyining ishini qilib deysa. O'tirishini siz o'g'ildan birini tug'ib qo'yib, raytini mendan ko'rib. Hey, kelin qiz. Nima? Ismim yo'q, kelin qiz deb Fayra opaqi daga qiyin opa, yili bika birini deb bash uchat deytimi? Nima qiyin opa? Menga noskerimni ochib yitinga kiyib olay. Nada o noskeringiz, voyjon? Ha, bo'linga. Muna odamni ovar qilyap. Siz noskisini. Menga jimbilni juyinga birnim qilib yayri qo'saqqa. Jimbil yo'q, rapras. Ey, savzi bormi? Savzi taqlayli. Savzimi yo'q. Yana bir rapras. Nima bay bu bo'ron uchidigan uyingizda? Yeshnim yo'q, olay desam pul yo'q. Qanday qilaman? Yomon kunlar qoldigan bo'ldim, qiyin opa. Qiyin opa, siz qanchalik vaqtingizda uylangan? Voy, yotiq bo'lgan danga mundaq. O'xshash-ku. Qanchalik vaqtda qiyin otam bilan munda? 19 yoshimda. 19? Opingiz qutulolmay turib oralni zo'lab berib yetibdi-kanda, qiyin otamga siz niye? Men o'xshash. Mang'ina Zadrushka. Bizning vaqtlarda-chi ashta baldurni berib yetadi, qiyin otam degan sho'r peshona. Hech nima, qiyin opam mushtoq qarsam teringiz qurg'oq bo'lib ketibdi, miyingizmi singmabdi, rapras. Yuzingizni pokiz jimidingizmi ya? O'sh. Yaxshi bir yuz yuyish malimi yo'q. Ashunga terilarim yaxshi emas-ku, ta'ma girimlarni qisam singmay qurpil turdi. Ba, rapras. Nonila yuz yuyish malimi teringizni ravrus yaxshi qilib yetdi. Girimni shundoq pokiz chiqirib qolmay yuz teringizni yumroq qildi dexiya. Qirishni kechiktirib teringizni chingaytdi, rapras. Qo'ymi yaxshi. Tartishchilarni kichiltamdi. Mening ma shundam yo'g'inab ketdi, qarang, burnimning atroflarida. Kichkiltidi, yana dek donxo'rakni yo'qtidi. Ish qilib bek unumlik yuyish malhami ba'zining muvofiqligi. Yuzingizdagi qor dog'larni suzlashtirdi dexiya. Ehtiyoj bor do'stlar, ostidagi yarshar nomerni qitib olsanglar bo'ldi. Rapras, unumi bek yaxshi. Birab qo'ysangiz xeyli uzun ishlatasiz. Voyay, terin tortishtirib qo'ymaydi-kanda. Uzun vaqt ishlash terin tegidan suzildirdik-ya. Har qanday teriga mos keldik-ya dexiya. Rapras qiynapangza. Kim o? Qo'ng'irqimning meni tugitadigan bo'ldi-da, besiyi berib. Voy! Tinchlikmi? Men to'pingizga qo'shdingiz, hozir ko'chib kelgan. Ismi Foyira, opa qiz. Ismim Davud. Yangi ko'chib kelgandim, yolg'iz turma. Menmi shu? Kimga kelin qiz? Uyda odam bormi? Momam. Kaptiga yo'qlab meni. Uyingizda jimbil bormi? Men birini etib yey desam, men jimbil olmabdiganman, ishiltib turay degan. Baba, siz 3 yil olgan jimbil bor. O'zi bir qitim ishiltib boqmagan. Mana. Hozir yo'q degan-qo'y, bu VC qisqam Zadrushka. Rahmat, yana biratal savzi bormidi uyingizda? Po'la qilib yey degandim. Sizdan aylansin. Mana savzlarning yigiti qovul tomoqqa o'zlab mulla qatadigan savza. Men qalin pishmagan yerni, voy hozir yo'q davatatdi-qo'y savzini. Rahmat, tanishganimda xush bo'ldim. Biror yordamlar bo'lsa, chaqirib bering-jimi meni. Xijilolmay, men yordam qilma. Ma'qul. Loteriyadan chiqqandek chiqdi-ku. Kim o kirgan? Voy, jimbil bilan savzi botirib yo'q davatdingiz-ku bayam, to'to'ning poqi. Asal qolis normal emas bu momamni. Momamni? Moma, to'xta, hozir yegizib qo'yma o'mchingni. Men chiqay amsa. Bika bo'lsangiz gap qiling, oylinib kirimiz qo'raning ichini. Ma'qul. Ko'zi chipdi-da menga rapras. Opam,
bu? Vu tötöning poqi zadrishka. Voy suyuq. Jimbiling bilan savzangni beshingga kiygizib, momangni dumbanga otib qo'yma. Qiyni mening kollejim. Yey! O'zimning uyidan o'zim qo'g'ladi ket.